Oxirgi payt xodimlarni ko'zini yondirib ishlatish uchun unaqa qilish kerak, bunaqa qilish kerak degan har xil gaplar ko'payib ketdi. Bo'lar bo'lmas gaplar. Endi bitta narsa, xodimlarni avvalambor ko'zini yondirib ishlatish uchun ularni oyligini normalniy qilib berish kerak. Masalan, oyligi o'zi mizerniy bo'lsa, ularni ko'zini yondirib ishlataman deb KPI programmalar внедрить qilishsa, misol uchun внедрить qilishmoqchi bo'lishsa yoki bir qanaqadir boshqacha bir nimalarni qilishsa, falon anaqa sotsanglar mana buncha bonus beramiz, bunaqa qilsanglar bunaqa premiya beramiz degan gaplar ularni qulog'iga kirmaydi. Qachonki ularni oyligi kam, mizerniy bo'lsa, och qoringa hech narsa yoqmagandek, bunaqa narsalar quruq nimalar hech kimga yoqmaydi. Ichida o'ylaydi-da, o'zi oylikni eplab bera olmayapsan, boshqa kompaniyalar bizdan ancha ko'proq beradi. Yana unaqa qilsanglar buncha beramiz, buncha beramiz, qanaqadir sistema bir balolarni talqat qilmoqchi bo'lasan deb ichida o'ylaydi. O'shaning uchun xodimlarni ko'zini yondiraman deb yana boshqa joyini yoqib yubormaslik uchun eng birinchi o'rinda oylikni normalniy, o'sha fiksirованный oyligini normalniy qilib berish kerak. Oyligini o'zaro kelishib olish kerak. Oldin o'sha xodimlardan so'rash kerak. O'zi ular yana boshqa ish qidirib yurmayaptimi, masalan, yoki falon oygacha yana bir oy yoki 2 oy ishlayman-da, keyin boshqa planim bor, u yoqqa ketaman, buni qilaman, uni qilaman deydigan plani bo'lishi mumkin. Ularga qanaqadir yana bir KPI programmalar, boshqa bir ko'zini yondiradigan har xil xullas maynavozchiliklar qilishi ular prosta bu narsa ularga kerak emas bo'ladi. Oldin shu oyligini normalniy qilib berish kerak. Ana undan keyin ular xursand bo'ladi, motivatsiyasi oshadi. Ana undan keyin har xil KPI programmalar qilsa bo'ladi, shu ishonishadi.